Yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Salih Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan birinchi qismini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Nashrga tayyorlig'idan. Muhtaram o'qirmanlar, bo'libmi aziz yosh birodarlarim va hamshiralarim. Ushbu kitob dünya oxiratda yuksak g'oyalarni ishga oshirishga talpinadigan mayli qiz yoki yigit bo'lsin, yoshlarga tavadur. Bu kitob muvaffaqiyat qozonishni istaydigan har bir kishiga xitob qilgan. Bu kitob sizni hayotdan yaxshi foydalanishga undaydi. Hayotingizni texmo yaxshilash uchun qanday plan tuzishingiz kerakligi to'g'risida sizga maslahat berdi. Shundaqla bu kitob yana sizni mag'lubiyatga so'raydigan ilm fikrlardan hezi bo'lish xususida ogohlantirdi. Agar siz o'zingizdan keyin ko'ngildagidek natijalarni qoldirishni umid qilsangiz, qo'lingizdagi bu kitob Allohning yordami bilan sizga shuning yo'lini ko'rsatib berdi inshaalloh. Abdurning kirish so'zi. Haqiqatan barcha hamd va sana Allohga xosdir. Biz uni madhiylaymiz, uningdan yordam tilaymiz. Uningga tavba qilamiz. Allohga sig'inib, nafsimizning sharridan, amallarimizning yomonligidan panoh tilaymiz. Allah kimni hidoyat qilsa, uni ozdirg'uchi yo'qdir. Allah kimni ozdirsa, uni hidoyat qilg'uchi yo'qdir. Guvohlik bermanki, Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech bir iloh yo'qdir. U yakki yegonadir. Uning shirki yo'qdir. Yana guvohlik bermanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir. Allah uni qiyomatdan ilgari xush xabar berguchi, ogohlantirguchi, Allohning izni bilan Allohga da'vat qilguchi va nurli chiroq qilib avatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikni to'liq yetkizdi. O'ziga topshirilgan omonatni ado qildi. Ummatiga nasihat qildi va Alloh yo'lida haqiqiy jihad qildi. Allohning rahmat salomlari uningga, uning oilasiga, sahobalarga va qiyomatgacha uningga ergashganlarga bo'lg'ay. Amin. Shuningdan keyin men sizlarga elib kelgan bu tema har bir musulmon uchun favqulodda muhimdir. Bu yoshlarga aloqador tema bo'lib, ular duch kelgan zamonaviy masalalarga va xirslarga, shundaqla bu masalalarni qandoq hal qilishga va yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlashga aloqadordir. Kemina bu temani to'liq yo'ritib berishga qodir emasman. Lekin men bu jihatda qo'limdan kelishicha to'g'rini bayon qilishga tirishaman. Tavfiq Alloh subhanahu va taoladandir. Birinchi bob yoshlarning hayotdagi roli. Shunisi shaksizki, yoshlarning roli favqulodda muhim. Chunki ularning isloh bo'lishi butkul jamiyatning rivojlanishiga to'liq foydali. Ular Allah o'zlariga ato qilgan sog'lom tan va sof aql orqali islomni yiroq-yiroqlarga yeyib, bu jihatda cho'nglarni besib tushdi. Gerçi yoshli cho'nglar yoshlarga qaraganda texmi ko'p tajriba va mahoratlarga ega bo'lsa-mu, lekin ular ko'pincha hollarda salomatligining yor bermasligi va shijoatining yetarsiz sababli to'xtab qoladi. Yoshlar bo'lsa o'zlaridagi to'lib toshgan shijoat orqali texmi ko'p ishlarni vujudga chiqarishga qodirdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari orasidagi yoshlar
islomni yeyish, ilm o'rganish va Alloh yo'lida jihad qilish orqali islomiy jamiyat barpo qilish va uni ro'noq topqizish jihatda favqulodda muhim rol o'ynagan edi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Muaz ibn Jabal, Zayd ibn Sabit qatorliqlar Alloh ularning hammasidan rozi bo'lg'ay. Shularning ichidagi eng mashhurlardandir. Bu yoshlar manfaatli ilmlarni tahsil qilib, uni ummatga yetkazdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mirosi ana shu tariqada avloddan avlodga davomlashib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalar orasidagi ba'zi yoshlar tug'ma rahbarlar edi. Masalan, Xolid ibn Valid va Muzani ibn Harisa Shaybani ana shularning katta o'rnaklaridandir. Ularning hammasi bir ummat sifatida o'z majburiyatini yakdillik bilan bajo keltirishdi va shu orqali o'z dini, jamiyati va ummati uchun to'liq muhim rol o'ynadi. Ularning to'pisi shu darajada zo'r bo'ldiki, biz uni ta bugungacha his qilib turmoqdamiz va bu islom mavjud bo'lgan muddatgacha, ya'ni ta qiyomatgacha his qilinib turdi. Agar bugungi yoshlar o'zini isloh qilsa, o'z mas'uliyatini va o'rnini tonib yetsa, o'ziga topshirilgan amonatni ado qilsa, o'tmishdagi solih yoshlarning varisi bo'la oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning soyasidan boshqa soya yo'q qiyomat kuni Allohning soyasi ostida soyidaydigan 7 turli kishining qatorida Allohning ibodatida o'sgan yoshni tilga olgan. Alhamdulillah. Yuqorida Sheyx Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan muqaddima va avtorning kirish so'zi hamda 1-bob yoshlarning hayotdagi roli temalarini angladinglar. Kelar qitimda 2-bob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlarga yo'l ko'rsatish usuli temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.